Gentra nima unaqa qildinglar sizlar? Gentra nima qildi? Katta mablag' ishlandiyu Gentrani orqasidan. Unga qilingan ishlarning orqasidan. U ham zavoddan yaxshi chiqayotdi-ku. Nimaga shu narsani targ'ib qilib hit qildinglar? Shunaqa mashinada o'zi Gentra, Gentra bilgan bo'lsangiz, haligacha kattalar uyda bitta turadi. Qarang, o'zining jasadiga nisbatan 15 ta 16 ta benzin yesa, shaharda ichiga. Katta rasxot-u, Dilshod aka. Bo'lmaydi-yu, bunday olib qaraydigan bo'lsak, to'g'rimi? Mana butun dunyoda o'zi hamma davlatlarning o'zi sevgan mashinasi bo'ladi-da, Misol uchun Qozog'istonda Toyota Camry, Dubayda Land Cruiser. Patriotlarni yaxshi ko'rishadi, ko'plar. Misol, ya'ni yaxshi ko'rib haydaydigan. Italiyada Fiat degan mashina bor, kichkinagina. To'ppa-to'g'ri. Liboy parkovkaga kiradigan mashina. Sababi u yerda mahallalar ham shunaqa. Har bitta o'zi davlatda o'sha o'zini yaxshi ko'rgan mashinasi bo'ladi. Bizda shu Gentra deb tanlangan. Bizda shu Gentra deb tanlandi, odamlar yaxshi ko'rdi, haqiqatda o'zi bizni